Abdulahid qori domladan iltimos qilamiz. Mana shu marsiyani xalqimizga o'qib eshittirsinlar. Marhamat. Bu marsiya Ustoz muhtaram Muhammad Yusuf domlamni haqlarida olim va sobir zot edilar. O'sha juma kuni haddan og'ir kun bo'ldi. O'ksik dillar xun, ko'ngillar mahzun, chehralar so'lg'un bo'ldi. Shu kuni buloqboshi motamda qoldi. Ko'zlardan yosh jalasi selday oqdi. Faryodlar qushlarga qo'shilib samoga sochildi. Nafaqat buloqboshi, nafaqat Andijon, balki butun mamlakat, hatto qo'shni o'lkalar ayriliq azobini totdi. Xalqimiz yetuk olim, qalbi salim, ibodatda qoil bir zotdan ajralib qoldi. Dono, pokzor, solih bir insonni fano dunyosidan baqo olamiga kuzatdi. Bu kishi olim zot edilar. Buxorodagi bir arab va Toshkentdagi madrasalarni tamomlaganlar, Qur'on va hadisni yaxshi biladilar. Fiqh ilmida bilimdon edilar. Umrlari nihoyasigacha kitobni qo'ldan qo'ymadilar. Shogirdlarga saboq berishdan to'xtamadilar. Muttaqi zot edilar. Allohdan qo'rqardilar. Tillari amr ma'rufdan, nahiy munkardan, zikrullohdan bo'shamas edi. Katta yu kichik bu kishining pandu nasihatlaridan bahramand edilar. Gumrohlikda yurganlarga tanbeh berishdan tortinmas edilar. Odamlarni hidoyatga chorlashdan erinmas edilar. Hatto umrlari masjid mehrobidan turib, osiy gunohkorlarning joyi jahannam bo'ladi. Halol, pokiza insonlargina jannatga kiradi degan so'zlarini aytish bilan umrlari oqdan. O'limlari ham o'ziga xos bir ibrat nasihat bo'ldi. Muhammad Yusuf domla obid zot edilar. Kunlari va tunlari aksari ibodatda, Allohga qullikda o'tkazardilar. Kechalari 10 rakat tahajjud o'qirdilar. Qo'llaridan tasbih tushmas edi. Tillari Allohning zikridan bo'shamas edi. Bir necha marota va haj va umra qilgandilar. Muhammad Yusuf domla zohid zot edilar. Riyodatga berilgan, nafslarni yenga olgan, ozginaga qanoat qilgan, dunyo molidan etak silkagan edilar. O'zganing haqqidan va haromdan qattiq hazar qilardilar. Riyo, kibr, g'iybat nimaligini bilmas edilar. Kamtarliklari, pokzorliklari zarbul masal bo'lib ketgan edi. Ustoz Do'st Muhammad domlaning hikoyalariga qaraganda, Mir Arab madrasasida o'qib yurgan hoji dadamiz tungi tahajjud namoziga turganlarida madrasa hojatxonasini tozalab, tartibga keltirib, mudarris va talabalarni poyabzallarni artib, poklab qo'yar ekanlar. 2 yilgacha buni kim qila olayotganini bilisha olmagan ekan. Nihoyat bir kuni ustozlardan muhtaram Shahobiddin qori domla aybdorni ish ustida qo'lga tushiribdilar. Hayrat va ta'ajjublarni yashira olmay, ey o'g'lim Muhammad Yusuf, o'zing ham olim bo'l. Farzandlaringdan ham faqat olim chiqsin deb duo qilibdilar. Ustozlarning duolari ijobatidan bu zotning o'zlari ham, farzandlari ham olim bo'lishdi. Bo'lganda ham to'ng'ichlari Shayx Muhammad Sodiq Hazrat zamonasining mushtahid olimlari sirdan joy oldilar. Bu zotning fazilatlarini ta'riflab tugatishga til ojiz, qalam noqis, so'z tanqis. Muhammad Yusuf domlam birovni dilini og'ritish u yoqda tursin, sensirashga, ovoz ko'tarib gapirishga botinmas edilar. Yosh bolalarga ham salom berib o'tardilar. O'zgalar g'ami tashvishi bilan yashardilar. Muhtojlar uchun yordamga tayyor edilar. Uylariga kelgan mehmonlar, Pakistanga borgan mezbonning takalluf va iltifotlaridan hijolat bo'lib ketishardi. Qarshilik qilmasangiz
Hatto ovqatni og'zingizga solib qo'yishga ham shay edilar. Bular mubolag'a emas. Bu hojidalarning hisobsiz mehmonlari bunga shohidsizlar. Bu zotning dinlariga, dindoshlariga sadoqatlarini hamqishloqlari har beri unutmaydi. Bundan 45 yil muqaddam madrasani tamomlab, shu yerdagi masjidga tajriba o'rganish uchun kelgan yosh mulla yigit qishloq ahlining qistov iltimoslariga yo'q deya olmay, buloq boshida qolib ketdilar. 45 yil shu joyda ilm va irfon tarqatdilar. Odamlarni hidoyatga chaqirdilar, namozlariga imom bo'ldilar, chaqaloqlarining qulog'iga azon aytdilar, yoshlarga nikoh o'qidilar, marhumlarning janozasida hozir bo'ldilar. Xullas, qishloq hayotining biror jabhasi Muhammad Yusuf hoji domla dadasiz o'tmadi. Har bir ishda imom, ya'ni oldinda bo'ldilar. Oxirgi damlarigacha, oxirgi nafaslarigacha shu elning e'tiqodi, baxti va dardi bilan yashadilar. Xastaliklariga qaramay, xalq meni kutib qoldi deb juma namozi o'qib berishga shoshildilar. Vafotlaridan bir oz avvalroq Allohga yolborib 45 yil shu masjid hovliga xizmat qildim. Ey Parvardigoro, jonimni olsang shu masjidda, shu qavm huzurida olgin deb duo qilgan ekanlar. Jome minbaridan xitob qila turib, jonni haqqa topshirdilar. Bunday o'lim kamdan kam odamlarga nasib bo'ladi. Muhammad Yusuf hazratlaridan ajralib qoldik. Faqat bir narsa o'ksik, dillarga g'amboda, ko'ngillarga taskin, tasalli beradi. Rasulullohdan sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilingan hadisga ko'ra, vafot etgan kishining barcha amallari kesiladi. Faqat qilgan sadaqa joriyasi, tarqatgan ilmi va duoda bo'lg'uvchi solih farzandlari bo'lajak savoblariga yetib turadi. Bu borada ham hoji dadamiz havas qilgudek peshvolardan bo'ldilar. Umr bo'yi el yurt g'amida yurdilar, masjidlar qurdilar, ta'mirladilar, qishloqni obod qilishga hissa qo'shdilar. Umr bo'yi xalqqa ilm va irfon tarqatdilar. Minglab shogirdlarga Allohning kalomini va dinini o'rgatdilar. O'zlaridan solih, olim, taqvoli, duogo'y zurriyotlarni qoldirdilar. Bularning savobi qiyomatgacha u zotga borib turajak inshaalloh. Endi qishloqning so'lim ko'chalaridan hoji dadaning kavushlarini shipillagan ovozi eshitilmaydi. Endi masjid mehrobidan u zotning bosiq yoqimli, ammo qat'iyatga to'la so'zlari, pandlari yangramaydi. Endi sho'xliklarini bu zotdan yashiradigan buloqboshning chapani, bo'z yigitlarini domla buvaning sirlari bosmaydi. Hamma e'zozlar ehtirom ko'rsatib, ergashib, ibrat olib, taqlid qilib yurgan Muhammad Yusuf hazrat domlan endi yo'qlar. Hammamizni bo'zlatib, yuraklarimizni o'rtab, armonlarga g'arq etib ketdilar. Mavlolariga qovushdilar. Buloq boshi emas, butun Andijon huvillab qolgandek, odamlar mung'ayib so'ygandek, qayg'u alamlarni sassiz pigonlarining, portlagan nolalarning ko'zdagi jolilarining cheki azobi yo'qdek. Qalblar og'ir yo'qotishdan majruh, xonadonlarda qayg'u motam, quloq odamlarga g'am alam hamroh. Ammo Alloh buyurgandek chiroyli sabr qilamiz. Og'ir yo'qotish evaziga Allohdan ajr kutamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ahmad Muhammad Tursun. Marsiya egari Ahmad Muhammad Tursun janoblariga tashakkurlar izhor qilamiz. Alloh subhanahu va taolo u kishini bu qilgan amallariga ajr savobni ko'paytirib bergan bo'lsin.